Yil boshida baliqchilarni qo'rqitgan narsa lichinka bo'ldi. Lichinkada ko'p muammo bo'ldi. Bu yil kasallik asosan iqlim ta'sir qilyapti. O'sha fevral oyida bir kun isib ketib, baliqlar aktiv bo'ldi. O'sha paytda baliqlar lichinkalar qanaqadir immunitet pastda kasallangan baliqlar chiqib 5-10 ta bo'lib ko'payib bakteriyalar keyin suvni ishg'ollanishi pH ko'tarilib ketganligi hisobiga oq baliqlar jabrasi kuyib уже lichinkalar kasal bo'lishni boshladi. Bizdagi bunaqa holat bo'lmadi почти. Bitta ko'limizda texnik ham ishlaganning hisobiga yil boshida yanvarda ozgincha muammo bo'ldi oq baliqlarda, lekin qolgan ko'llarimiz sog'lom, hammasi sifatli lichinkalar. 150 grammdan 400 grammgacha lichinkalarimiz bor. Sazan, oq baliq, amur. Sizga qanaqasi kerak bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. Joyimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani.